etib o'tgan siydik disfunksiyasini asosiy sabab. Hojatxonada o'tirish qoidalarini o'rgatish kerak bo'ladi. Ya'ni bola unitazda o'tiradigan bo'lsa, oyog'ini tagiga albatta stul qo'yish kerak bo'ladi. Nimagaki bu oyoq ko'tarilganda to'g'ri ichakni burchaklari to'liq ochiladi va ishlab chiqadi. Buning natijasida kuzatilgan disfunksional siydik ajratish belgilari keskin kamayadi. Bola davolanishni boshlaydi. Ikkinchi davo usuli bu bolani rejimga o'tkazish. Ya'ni bola to'g'ri ravishda suvni qabul qilishi lozim. Kun davomida ma'lum darajada suvni qabul qilish kerak va bola har 2 soatda hojatxonaga chiqish kerak bo'ladi yoki ota-ona tomonidan aytish kerak bo'ladi. Agar shu holatlarni to'liq yo'lga qo'yilsa, bolada siyish disfunksiyasi to'liq o'tib ketadi. Bu oddiygina uroterapiya, ya'ni standart uroterapiya edi. Standart uroterapiya yordam bermaydigan bo'lsa, unda spesifik uroterapiyaga o'tiladi. Bu medikamentoz davolanadi va undan tashqari neuromodulyatsiya, biofeedback, ya'ni bo'z terapiya deyiladi. Shular bilan bolani to'liq tuzatish mumkin bo'ladi. Agarda bu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin.